Men qanaqadir qishloqni topdim. U qishloqda o'lasan degan yozuv chiqdi va men yana kirmoqchi bo'ldim, lekin u yerga kirma degan yozuv ham chiqdi. Birdaniga yuragim dukullab ketdi va u yer xavfli degan ham yozuv chiqdi va men oldinga qadam tashlashni boshladim, lekin u yerda sen kirding. O'lasan degan taxtachalar chiqa boshladi va yana bitta taxtachada o'lim degan yozuv chiqdi va men yura boshladim. Va ketayotganimda esa yana bitta taxta chiqdi va sen o'liksan degan yozuv chiqdi. Men uylarga kirib ko'rmoqchi bo'ldim. Juda ham yuragim qo'rquvdan o'zim uyimga ketmoqchi bo'ldim. Naridagi qishloqimga. Lekin bu qishloq nima? Axir bu yerda qon bor-ku. O'lasan degan yana bitta taxta chiqdi va men sandiqni ochmoqchi bo'ldim. Ochsam, bu yerda Stivning boshi va men juda ham qo'rqib ketdim va men orqaga qaytmoqchi bo'ldim. Lekin men juda ham qiziqib ketdim. Bu uylarda nima bor ekan deb yana bitta uyga sekin astalik bilan kira boshladim. Lekin bu yerda qon izlari bor edi. Men bu yerga kirgim kelmadi va men chiqib ketdim. Va men juda ham qo'rqib ketdim. Endi nima qilaman deb orqaga qaytmoqchi bo'ldim, lekin yana bitta taxtada qaytishga yo'l yo'q degan yozuv chiqdi. Men esa